Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Bugun men shu hayotda bo'ladigan oddiy hujumlar, ya'ni bu bironta kompaniya yoki sayt uchun emas, oddiy odamlar uchun qilinadigan hujumlar haqida gapiraman va ulardan ancha himoyalanish haqida ham ancha tushuncha berib ketaman. Birinchi o'rinda ularga nimalar kiradi? Phishing kiradi, social engineering, man in the middle, ransomware, brute force va traditional stuffing va sim swamping. Phishingga kelsak, xuddi baliq ovlash kabi bo'ladi. Ya'ni baliq oddiy foydalanuvchilar, hacker bo'lsa baliqchi. Foydalanuvchi xabari. Xullas, tushundiraman. Phishingda qanaqa hujumlar bo'ladi? Phishingda sizga link yuboriladi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Phishingda qanaqa link yuboriladi? Har xil g'alati nomli linklar yuboriladi va uni siz nima qilasiz? Uni siz ochib qo'yasiz. Linkda hozir men sizlarga ko'rsatib beraman ozginasini. Yo'q. Mana shunga kiramiz. Hamma mana shunday ishlatadi. Bash. Qanaqa hujum turlari bor? Bizda mana bular bor. Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Netflix, PayPal, Apple, bularni bilmayman. Baby deyapti, nima bilan? TikTok bor. Twitter, LinkedIn, Xbox, Discord deyapti. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Ko'pincha ishlatiladigan Instagram. Oddiy Instagram linkini beradi. Sizga qanaqa link beradi? Oddiy linkini beradi. Ya'ni login sahifasini sizga tashlab beradi. Automatic followers, ya'ni obunachi yig'ib beradigan va 1000 ta obunachi yig'ib beradigan va nima deyapti? Blur. Unisini bilmadim. Ishlatib ko'rmaganman. Birinchisini ko'rsataman. Yo'q, birinchi emas, ikkinchini tanlaymiz. Va localhost bor, Cloudflare bor, localhost.com bor. Kelinglar biz 3 ta tanlaymiz. 3. No. Mana. Bizga hozir link yaratib beradi. Mana. Yo'q, to'g'ri. Yo'q, mana. Link yaratib berdi. Ya'ni bu instagram.com emas. Lekin Instagramnikini yaratgan. Bu yerga joylashtirsak, mana Instagram ochiladi. Nima xatolik chiqqan. Hozir boshqasini qilamiz. Kelinglar undan ko'ra PayPal. Hamma yaxshi biladi bu PayPalni nima uchun ishlatilishini. Yoki PayPalni qilaveramiz.
6-da turibdi. Ikkinchini tanlaymiz. Yes. Port 4-4. 1, 2, 3, 4. Hozir yaratib beradi siznikini. Biz bu yoqda oddiy grafikali chiroyli qilib chiqarib beradi. Mana PayPalga login. Bitta biza masalan test@gmail.com va parolga test 1 2 3 4 5 loginni bossak, bu bizga Telegram butini ulagan edim. Tashlab berdi va sizga nima beryapti? Mana tekshiruv beryapti. Bizga bu keldi mana. Account login keldi bitta. Bunda account keldi, test mana hozirgi parol. Buni qilayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Tekshiruvlari ko'p. Sababini bilasizlarmi? Sababi rostdan ham PayPalga kirib ketdik. Tugadi. Phishing shunaqa bo'ladi. To'xtatib qo'yamiz bo'ldi. Endi bu phishing keyingisi social engineering. Social engineering hujumchi kompyuterga yoki telefonga hujum qilmaydi. Bu sizni o'zingizga hujum qiladi. Ya'ni masalan hozir ko'payib ketgan bankdan keldik. Ya'ni bankdan telefon qilyapmiz, sizga SMS yuborildi. O'sha SMSda raqamni aytib bering deydi. Va siz ishonib aytasiz. Aytsangiz nima bo'ladi? Shuning hisobingizga kredit olib qo'yishadi yoki boshqa ishlarni qilishadi. Shunaqa ko'proq. Yana bitta. Man in the middle. Bunisi Wi-Fi tarmog'ida bo'lib o'tadigan bo'ladi. Ya'ni kompyuteridan hacker Wi-Figa ulanadi va kompyuteridan to'chish yoqib Wi-Fi nomini free Wi-Fi qiladi va bunga ulangan odamni boshqacha ishlaydi. Ya'ni to'chish yoqsa shunchaki parol so'raydi-ku, Wi-Fi'da parol unaqa so'ramaydi unda. Free Wi-Fi bo'lgandan keyin shunchaki ulanib ketadi, lekin bitta so'rov so'raydi. Masalan, bironta akkauntingizni kiritish kerak. Ko'proq Google account kiritsa bu yoqdan keladi. Mana shu Google account parollar xuddi mana bu yoqdagiga o'xshab, xuddi shunaqa bo'lib keladi. Kelsa, keyin ma'lumotini olgan bo'ladi. Hisobga o'tdi. Keyin Wi-Fi'ni xohlasa o'chirib qo'yadi, xohlasa turaveradi. Yana ko'proq odam kelguncha shunaqa qilib sizlarni mitim qiladi. Keyingisi ransomware. Kompyuteringizga tushib olgan zararli dasturlarni, barcha fayllarni tushuntiribroq gapirsak, masalan, sizga yuboriladigan har xil fayl, dasturlar, masalan, sizga yuborildi APK ko'rinishda. Bepul filmlarni ko'rish .apk. Sudga chaqiruv .apk. Shunaqalarni siz ochishingizga, sizni telefoningizga o'rnashib olib, u sizni ma'lumotlaringizni yuborib turadi. Real vaqtda yoki siz ma'lumotingizni to'g'ridan to'g'ri yuborib yuboradi va sizni akkaunt ma'lumotlaringizni o'chirib yuboradi sizdan. Yana bittasi bor. U sizni telefoningizga ulab beradi kompyuterda. Unda qanaqa bo'ladi? Unda kompyuteringizdan telefon qila oladi, SMS yuboriladi, qabul qila oladi, hamma ishni qila oladi. Telefonni boshqaradi.
kompyuter uchun ege'lar bor. Ege'larda ma'lumotni yuborish va ularni ham boshqarish imkoniyati bor. Keyingisi brute force. Brute force'da nima bo'ladi? Sizni masalan Google akkauntingiz yoki boshqa bironta akkauntingiz bor va siz unga o'zingizga tegishli ma'lumotlar qo'ygansiz. Masalan, ismingiz va necha yilligingiz. Unaqalar qo'ymaslik kerak. Undan himoyalanish uchun. Sabab hacker sizga hujum qilishidan oldin siz haqingizda to'liq ma'lumot oladi va o'sha bo'yicha parol yaratadi. Ko'pgina yarasa qilib parollarni yaratgandan keyin sizni bironta login sahifaga o'sha sizni ma'lumotingiz, masalan Google akkauntingiz bo'lsa, Google akkauntingizga kiritadi va o'sha parollarni avtomatik tezda kiritib ko'rganda qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shani olib siz akkauntingizga kirib keta oladi. Ya'ni bitta ko'p odam bor, parol 123 shunaqa yoki ismi masalan Ahmadjon 123 juda ko'p bunaqalar. Credential stuffing. Bunda nima bo'ladi? Bitta saytda siz parolingizni kiritgansiz. Masalan, nima bo'ladi? Bironta sizda hamma saytlar, platformalar, Google akkauntingiz paroli ham hammasi bitta parol. Ya'ni hamma platformaga kirsangiz, siz bitta parolni kiritib ketasiz. Bir xil parol. Keyin o'sha platformalarning orasidan zaifi chiqib qolsa, ya'ni hujum qilsa, u nima bo'ladi? U o'sha saytga hujum qilganda sizning ma'lumotingizni o'g'irladi va o'sha parol bilan hacker kirib ko'radi. Boshqa har xil platforma. Kirsa nima chiqadi? Kiradi, shunchaki kirib ketadi. Va siz akkauntlaringizdan foydalanib ish qilsa bo'ladi. Keyingisi SIM swamping. Unda siz telefoningiz mana ko'rsatilyapti. Siz telefoningiz va sim karta yo'q. Siz telefoningiz. Siz nima deyapsiz? Sim karta yo'qolib qoldi, mana sim karta deysiz. Va operator sizga mana tushuntirsam bo'ladi. Xullas, siz hacker operatorga aytadi, sim kartam yo'qolib qoldi deydi. Va hakkerning sim kartasi o'sha sizning sim kartangiz bo'ladi va sizning sim kartangiz ham xullas ikkita odam bitta sim kartani ishlatib yuradi. Va shunda hacker ham sizdan bitta xabarni olasiz. Va sizga telefoningizga kelgan kodlar siz shunga keladi, hakkerga keladi. Bugungi darsda menimcha yaxshi bo'ldi. Keyingi darsimiz bu dars emas, to'g'risi. Dars emas, aslida dars emas. Bu shunchaki ogohlantirishlik gap. Darsimiz hozir men 2 ta dars yozganman, 3-dars tayyor turibdi. O'sha darsni video qilsam bo'ldi. Keyingi darsimiz qanaqa bo'lishini keyingi darsda ko'rib olasizlar.